Mansur rahimahulloh xalifa bo'lganda Muqotil ibn Sulaymon u kishiga bay'at berish uchun kirdilar. Muqotilga nasihat qiling menga dedi Mansur. Muqotil so'radi: "Ey mu'minlar amiri, ko'rganlarimdan nasihat qilaymi, eshitganlarimdanmi?" Mansur aytdiki: "Ko'rganlaringizdan nasihat qiling." Umar ibn Abdulazizni ko'rdim. Rahimahulloh 11 farzand qoldirdi o'zidan. Dunyoni, islom dunyosini tilloga, oltinga to'ldirdi, lekin o'zidan keyin 18 dinor qoldirdi. Uning 5 dinoriga u uchun kafan hozirladik. 4 dinoriga qabr sotib oldik. Qolganini 11 ta bolasiga bo'lib berdik. Hishom ibn Abdul Malikni ko'rdim. U ham xalifa bo'ldi. U ham 11 ta farzand qoldirdi. Uning merosi har bir bolasiga 1 million dinordan, dinor degan oltin tanga, 1 million dinordan to'g'ri keldi. Lekin Umar ibn Abdul Azizning o'g'lini ko'rdim. Xudoning yo'liga 100 ta otni sadaqa qilganligini. Hishom ibn Abdul Malikning bir o'g'lini ko'rdim, bozorda tilanchilik qilib yurganligini. Umar ibn Abdul Aziz umrining oxirida yotganda so'rashdi: "Ey mu'minlar amiri, bolalaringizga nima qoldiryapsiz?" "Bolalarimga Allohdan qo'rqishlikni qoldiryapman. Agar ular solihlar bo'lsa, men yaxshi bilaman, Alloh taolo solihlarni tashlab qo'ymaydi. Agar ular unday bo'lmasa, yomon odamlar bo'lsa, Allohga ma'siyat qilishlariga sabab bo'ladigan dunyoni ularga tashlab ketmayman." Shuning uchun 18 dinor qoldirdi. Ya'ni birodarlar, Alloh subhanahu va taolo har kimning peshonasiga bersin. Otangizning puli ham minnatlik, o'g'lingizni ham puli minnatlik, aka-ukaniki umman minnatlik, xotindagi undan ham ortiq minnatlik. Shuning uchun Allohdan so'rang, farzandlarimizni har bironing rizqini Alloh o'zi peshonasiga bitsin, yozib bersin. Biz ularga faqat mulk qoldirish uchun ishlamaylik-da, ularni orqamizda qiynalmaydigan, yengilmaydigan, sinmaydigan qilib, qalbini pok, sof qilib, yaxshi bir insonlar qilib tarbiyalash yo'lida harakat qilaylik. Alloh subhanahu va taolo aziz vatanimizni gullab yashnasin, xalqimizning maishatini farovon qilsin. Inshaalloh bu xalqning, bu jamiyatning, bu davlatning kelajagi porloq. Bu porloqlikni bizning bolalarimiz qiladi. Shuning uchun shu bolalarning tarbiyasida sobit bo'lishlikni Parvardigor barchaga nasib aylasin.